Başlap ketmemse. Aynı örgen 30 yıla var. Ankarak. Hayatımız tutup boylandı. Uygandım. Düşün görgen. Çocuk tolgandım. Ölmedim aslanım yılmadım güldürülgen çak. Assalomu alaykum. Ko'pchilik xush keldilar. Bugungi Naq maydon programmamda partiya qo'llovchilaridan bo'lgan 5 Uyg'ur yoshning hikoyasi, ya'ni ikki davlat bir ustida sizlarga orqali ondan başqa yana planlı hərəkət qilish, to'plashib hərəkət qilish, to'plashib hujum qilish degandeklarning amaliy misollar bilan partiyaniki qilayotgan ishlarini sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchi. Qanaqa qildik sizlarga birdan-bir deyinib beray. Nereden boshlaymiz endi? Oldi bilan xabarniki o'zidan boshlaymizmi yoki bayonotmasini kimlerim ko'proq chiqadigan shaxsiy akkaunt o'xshash dastlabda kanalda uzun uchurlarni yezib bu yerni joyda desam ko'ringil bo'lmasa avvalo shu xabarlardan boshlaylik. Allah Allah. Ben to'xtab turaylik ya. Hiç kızmamaz yine de düştü yıldızlar karanlarım. Sandalaksız tümle gitti uykusuz aram. Yani parma durmuşum da kündü bir arın. Yerim aktı bitmegen cerahat bağrımda yara. Gözümün nuru yok. İçer yalnız kaldım ben suyum mükemmel. Özümün gülü yok. İçer yalnız kaldım ben suyum mükemmel. Kaç dilimette bölmeme, sensiz koşan görmeme. Gece uyuttu sanarme, uykuda yıkım görmeme. Ben şaman sepaplık kümeyde üzümden. Simsim yalnız sevip çözsenen zırvalık nevemden. Çinem seni unutarmayma, şu günü unutarmayma. Gece seni yaslayma, gülüp seni öllerle. Mecnun tanrısı işmek ki gel seni. Gülüp seni öllerle, gülüp seni yaslayma.
Başlayıverayımsa maq ketib qoldi deydi. Hozir yaxshidu deyman-ku, Wi-Fi'ni almashtirdimidiki mau IP adresini qani. Hozircha ketib chiqatamdi ya. Bo'ldi, so'zlayverayimsa. Partiya qo'llovchilaridan bo'lgan 5 Uyg'ur yoshninki planliq harakat qilib, buni home robbery debdi, uyiga bostirib kirdi deb chiqibdi xabarlarda. Hamdi oshxonada bulamdi. Hamdi partiyaniki deyishcha, u yerda shu bir Xitoy hujum qilganlik sababli degandek bir gaplar bor ekan. Bu bir emas, bir oila kishilari jami 5 odam ekan. Aniq ahvolni hamdi bu qanday qilib hamda bu bir dilo tahlil qiluvchi emasligini shu haqniki bergan xabarini Uyg'urcha tarjima qilib bunday yozganim, bu hamda ko'pchilikni bilsin deb bundaq partiyaniki a'zolari yozgan inkaslari bilan unda xuddi degan gaplar bilan shunday gaplar o'ylab qolmay, haqiqiy ahvolni bilaylik demoqchi. Anonligin o'zimniki bir qism o'ylaganlari to'g'risida farazlarim bo'yicha haqiqiy ahvol bo'yicha deb bunday so'zlaydi deb o'tirib chiqdim. Ko'pchilikni davomli yana uyg'otish, ko'pchilikni yana o'zligidan o'ylanib beqish, faqat gaplarimni bir anglab baqsgan deb butun kallaga partiyaniki gaplarini ham qochilib olmay, partiya shu nimalar desa shuni to'g'ri deb yo'qmay, amaliyatchil bo'lib, amaliyatda nima ishlar bo'lyapti, haqiqiy ahvol qandoq, uniki mohiyati nima, maqsadi nima deganlar to'g'risida haqni ko'pchilikni hammasini o'ylanib beqinglar deb to'g'risida so'zlayapman. Endi bu meniki so'zlash, bu meniki ishim. Hamda sizlarniki o'zinglarniki o'ylanish, o'zinglarniki kishi qani ming odam ko'rsimu uniki ichidan qanchaligiga ta'sir qila oladi. Birinchi qatim chiqargan videomni hozirgacha taxminan shu 1600-1700 atrofida odam ko'rdi deyman. Uningdan shu partiya to'g'riliq shu har qaysi partiyalarni o'zaro solishtirib, kommunistik partiyaga solishtirib bir qism yerlarni, anondan Kanadadagi 5 partiya bilan solishtirib degandek mazmunlarim bor. Ko'pchilikni hozir sizlarni shu burungi videolarimda so'zlangan mazmunlarni bir ko'r boshdan oxir anglab beqishinglarni tavsiya qilaman. Endi bugungi so'zlaydiganim to'plashib harakat qilish deganim bu uni endi maxsus kelarki videoda, ya'ni yakshanba kuni deb planlab qo'ydim. Endi maxsus shu Facebookdagi planliq to'plashib harakat qilgan shuning qarta bir inkaslarni o'qib, hozirgi Uyg'ur erlarininki ahvolini sizlarga ko'rsatib qo'yay. Uni ayrim video qilib so'zlay. Bugungi temam bu voqelikniki jarayoni hamda ko'pchilikni o'ylantiradigan bir qism masalalar deb buni so'zlamoqchi. Uyg'urlar har qaysi allarda shu panohlik salohiyatida yashaydi. Meningki bilishimcha Kanadada undaq yo'g'on bir ishlar chiqib boqmadi hamdi. Kanadada eng ko'p bo'lgan chog'da shu Jamaica nima deymiz Uyg'urchada? Yamaykadan kelgan kishilarniki bir shunday o'g'irlik, bulanchilik degandek ishlar jiqroq yuz berdi. Mayli qaysilar allarda bo'lsin, Uyg'ur degan undaq qonunsiz ishlarga eng az qamaydigan shunchalik hamdiligi yuvosh musulmon xalq biz. Shu masalan o'tganda bir WhatsApp topida deyilgan bir gaplar bordi, ko'pchilikniki deyishgan gaplarini masalan shu Turkiyadagi vatan da'vosi to'g'riliq chiqqan gaplar bordi. Shu chog'da anonlikini kishilarniki uydan boshqalarniki shikoyat qilib ketish sababidan tutib turganligi haqida shu to'g'risida kishilarniki so'zlashgan paranglarida qanday deysanglar, shu Turkiyaniki soqchilarimi biladi, hatto Uyg'urlarniki qonun xilof bir ishlarni qilmaydiganligini, eng yuvosh mo'min xalq deb degan ko'pchilikning shu bir to'pda deyishgan gaplarini angladim. Meningki nazarimda shundoq, endi bizningki bu Yevropada yuz bergan bulanchilik voqeasi endi bu qurolliq ayli turib xabarniki o'zidan o'qayli. Bizniki Uyg'urlarning ichidan qurol tutib undaq ishga harakatlanib qolganlari faqat mingsi yuyilgan jihodga bir atlangan bir kishilarimiz shu qurol tutib shu Suriya tarafga ketgan u taraflardan bor. Onundan boshqa bir qurol tutib undaq bir cho'ng jinoyat sodir qilib qilgan ishlar yo'q.
Hozirgacha anda xabarlarga chiqmagan. Endi mavo chiqqan chog'da tordagi xato uchurlar bilan amaliyotdagi haqiqiy bo'lgan taratqularniki o'zidagi medialarniki ham o'xshash bo'lmasligi degandek masalan men hozir sizlarga oldi bilan Belgiya taratqullaridagi xabarlanishga uchni misol olay. Anandan keyin partiyaniki degan gaplari, partiya a'zolarining degan gaplarini bir ko'rsatay ko'rsatay. Share screenshot. Aldı bilan Belgiya taratqullarini ko'rib boqaylik. Endi bu tilni men o'qimagandan keyin Google tarjima qilib kirgizaylik. Translate. Uyga besib kirish zo'r delosi deb ma'u yerlik joyning ismi o'xshaydi. Shu nimniki o'zini nomalaylik. Bütün xabarniki o'zini nom sizlarga bir o'qib beray. U pichoq ko'tarib, hatto qurolliq tapancha ko'tarib kirib 5 odamni yerga tizlandirganligi, u 5 odamning ichida 3 degan kichik bola. Bizdagi qandoq kalla u undaq shunchalik darajada yuyilib Xitoyga bo'lgan o'chmanligimizdan qurol ko'tarib Yevropadagi ellarda shunchalik darajada kallamiz nima uchun shunchalik o'zgarib ketdi? Meniki kompyuterim o'chib qoldi. Translate. Uyg'urcha bilan tarjima qilaylik. 3-oyning 23-kuni yuz bergan ekan, qani 5-oyda va 6-oyda ayrim-ayrim ikki yerdan bu xabarniki o'zini tarjima qilganim. Bu bitib qoldi bu. İngilizce xabarni bir yerdan topib to'xtama. Dutch social medianiki bir nisbati bor. Nega saqlanib qo'ydim men uni? Gollandiyaniki, buniki til inglizcha emas, boshqacha tilda chiqqan xabar ekan bu. Gollandiyanikini ochib boqaylik ya. Copy paste qilib xabarni ochay. Accept. Xabarniki peshni o'zini tarjima qilib boqaylik. Screen almashtirsam kompyuterim masalam ketib qoldi. Birla screenning ichida sizlarga xabarni qaytadan qilay.
Ben bu xabarlarninki olunish adresini shu videoniki ostiga yozib qo'yay. O'zinglargacha vaqt chiqqan chog'da tafsiliy ish qandoq kirgan, beshiga, yuziga maskalarni taqab kirib, u qurol, pichoqlarni qandoq qilgan degandeklarni o'zinglar ko'rib beqinglar. Bu 5 shaylarninki ikkisi Gollandiyada. Üçü Gollandiyada, ikkisi Belgiyada deyman. Tarjima qilib yozib chiqaray desam. 1 second. Xabarniki o'zini ham o'qib beray. Bu ayollar va bolalar eng ojiz ham eng qo'g'dilishga tegishlik masalan shu misollarni ilib aytsak, shu 100 yil ilgari Titanic paraxodi cho'kib ketgan chog'da eng avval qutqizishga tegishli kishilar shu women and the children deb ayollar bilan bolalarni qutqizgan. Hamda bu Xitoy bo'lsa, u yerda u 5 yoshlik, 10 yoshlik, 13 yoshlik 3 bolani yerga tizilib o'tirib qo'yib, ota-onasiniki oldida o 5sini tang tizilib qo'yib, u pullarni 5000 yevrodek bo'lgan. U 5 e'lon bo'lgandan keyin albatta planliq bo'ladi-da. Avval u 2 e'lon tutilgandan keyin, ondan keyin 3 e'lon Gollandiyada ikkisi aeroplan stansiyasida, birisi o'ziniki uyida tutilgan. Biz ne kadar bunda qora bir nima bo'lib ketdi. 3-ayning 23-kuni yuz bergan ish ekan. 5 odam bo'lib, bularniki 10 yosh atrofida 4000 yevrodek bo'lgan mayda. 5-ayda Belgiyadagi 2 bolani soqchilar tutib ketgan. 6-ayda Gollandiyadagi 2 bolani aerodromda, 1 bolani uyida qo'lga olgan. Bu Uyg'ur bolalarniki yoshi 23 yosh, 26 yosh, 29 yosh. Bu yosh o'g'il qizlarimiz bunda qonsiz jinoyat ishlariga olishib qolganlik bu bir shundoq bir cho'ng fojia. U bizdagi o'ndaqiligi yana kelib bu 5 e'lon shu ichidagi ikkisi asosligi o'g'il partiya a'zolari ekan. Eng cho'ng qo'llovchilardan qolgan 3 e'lon shu partiyani yoqlaydiganlardan ekan. Bularning o'zaro deyishgan gaplar ham 5 e'lon bo'lgandan keyin u planli harakat qilib bir-biriga tang ish qilgandan keyin tang bostirib kirdi. Bu ishlarniki aqsida nima ishlar bor uni bilmadim. Endi bu ishlar bo'lib uzun o'tmaylar bu fidoyilar ekraniga chiqibmi biz shundoq tashkillanishimiz kerak. Nimishqa deydi Xudoyim. Tashkillanib nima qilish, har ishga har zamon tayyor turish, biz nima qil desak, darhol safga otlanib bir ish qilish degandek shundoq mazmunda gap qilganma, ish qilib fidoyilar ekraniga chiqibmi, biz shu tashkillanib bulanchilik qildisi, bulanchilik qiladigan degandek bir gaplar chiqqandek esimda. Men uni bir bu fidoyilar ekraniga uzun ish qilib bir qatim olgandim, ularni nerdan kesib yurib olayamdi. Ish qilib men demasam ko'pchilik hammalar bilasizlar ish qilib. O ikkisining o'rtasida qanday bog'lanish bor, u shundoq tasodifiy udil kelib qoldimi, uni bilmayman. Faqat mayada haqiqiy ahvol mana bu bulanchilikniki yuz bergani jarayondagi qurol bilan to'pponcha bilan, pichoqlar bilan kirganligi, bashaylarniki bu uchsiniki Gollandiyada, ikkisiniki Belgiyada. Mana yana tarjima qilay. Shu Belgiyadagi 3 bolam shu qo'laydiganlardan bu ekraniga chiqib, fidoyilar ekraniga chiqib, shu bolalarni shunchalik darslarni
siyosiy o'rganishda endi shunchalik endi tashkillanib qattiq hisob tuzib ketdi-da bularni. Endi bu partiya bilan aloqasi yo'q degan gapiga qarab boqayli endi. Yani bu yerdagi statementni nereden olay endi. Facebook'tan almıştırıp şuramda endi. Men bir qartizimni kitib o'tgan bo'lgan ekan. Qartizimlik Li Jianzhou, Hua Chunying, mumkin Turkiyadagi nima bor? Turkiyadagi qaysi bir embassy'ninki ismi kimda? Bizniki u tarafidami qarab buloq qilib tuzatilgan. Olay. Najmiddin o'zininki yozgan chiqargan bayonoti bir partiya deb nimaga bayonot chiqarib boqadi-da. Eshak onasam bayonot chiqardi degandeklar o'tganda nima u o'ziga deganda men shu chog'da, shu bayonotni chiqargan chog'da eliqi kimda Govunguiniki chiqib olajo'qu so'zlagan davlat qurganlikni e'lon qilganlik degandek. Nerede bo'ladi uniki davlat hozirgacha teshko. Endi shuningga bayonot beramdi deb uni bir mosa qilib kelib bayonot bermoqchi bo'lsangiz, inkos bildirmoqchi bo'lsangiz, mana ma'lumotdagi inkos bildirsiz deb shuning bilan intizorninki Twitter'dagi chiqargan bir videosini misol qilib so'zlab berganimda va u chog'da evatib bergandim. Bekor bayon chiqarmay mana o'sha inkos bildirib qo'ysangiz ham bo'ladi degan kulkilik nimaki Govunguiniki chiqib bu yerda bir davlatni qurganligi e'lon qilganligi. Va insonga qarab yo'qma deb u yerda Twitter'dan bir narsani yo'llab bergandim-chu. Twitter'da intizor qana qilib desanglar Govunguiga o'xshashlamchi o'sha gaplarini misol beriblam. Ko'pchilik men hozir o'zimniki uydagi living room, kattaning ichidagi sofada o'tiriblam. Hozir sizlarga bir davlatni qurilmoqchi bo'lganligini jakarladim mana. Degandek ashuna mazoq qilib chiqib degandik. Ashuni evatib qo'ysam, voy bular davlat qurib bo'ldi. Do'qon isam davlat qurib bo'ldi qachon? Bu intizormi davlat qurib bo'ldi? Shinjong davlat qurib bo'ldi-yu deb qo'shna degandek gaplarni qildi. Bu hech qanday bir fikr taklif deganni qabul qilmaydigan gap bu partiya. İş qilinglar, biz haqiqiy ish qilamiz deydi, ish qilinglar desa qilgan ishniki tayini yo'q, fikrlarni beramiz. Twitter ishildan qani 1500 ming odam bo'lsa, 1000 odam sizga ergashgan bo'lsin, 1000 emas, necha yuz ekan bu Twitterga ergashgan odamingizmi deb fikr takliflarni bersam, hech qaysini qabul qilmaydigan gap. Bahoni ko'rsatib, o'zining gapini qilib, endi mavu bulanchilik vaqasi yuz bergan chog'da degan gaplarga qarab ketmoqman. U yerda qurolliq bulanchilik 5 odam degandek gaplar bir oylik ichga kirib degansa bir bu nimaga chiqib partiyaniki betiga chiqib olgan nimasi biz bilan hech qanday aloqasi yo'q debdi. Ham u bolalarninki aniq tunish bilishlaridan anglashimcha anladim deymanda. Najmiddin partiyaniki u bosh kotibi Najmiddin bulanchilik vaqasiniki advokatniki pulini to'lab beribdi deb ma'lum. Tamam. Voyedan olay. 1500 a'zosi bor bo'lsa hozir 1500 odamning hammamizniki bir ishimiz chiqib qolsa, hammamizniki partiya pulini to'lab beramda. Hammamizniki partiya pulini deyman-ku, hammamizniki shuna dilo pullarini to'lab beramda. Bu partiya a'zolarining hammamizniki undaq bir ishmishlar chiqib qolgan chog'da undaq nimalarini to'lab bergiltisi hammamiznikini to'lab beramaydi bo'lsa nima faqat shu bir bulanchilik vaqasinikidan berib advokatlarini ko'rishib advokatlarniki pulini to'lab berdi deb u bir ana o'qayli. Təşrif görməzdən, əmli yapanı bilməzdən anlığanlıqı əmini kvadrat qılıb taqtib giriş yeterlik cinayət doğrudur. Nimge bu əmdi? Doğru. Təşrif görməzdən, haqiqi ahvalını bilməzdən, əmdə bu yerdə əmdi Şərq Türkistan Cumhuriyetçiler Partiyasının bir neçə əzasının ki bir Xitayğa hücum qıldı degan gumon bilan qo'lga tashilayotganligini rost. Mushu haqiqiy ahvolmi-ki? Mushu tashrif ko'rilgan haqiqiy ahvolmi-ki bu?
barliq ochiq vositalarim bilan aloqa qilib endi bu hech qanday bu partiyaga munosabatsiz bo'lsa endi xudukoniki muniko degan nima deydi uni uyg'urchada bir gaplayapti endi partiyaniki bu batlariga chiqib bu partiyaniki boshqa bu nimalarida e'lon qilib yurganda bularni men o'sha yerda nuqtam taha u bulanchilik shunaqa bir voqea yuz berganligini bulanchilik voqeasi yuz berganligini boshqa nadan bilmayman o'sha nashir bergan yozmasa bunu bilgandan keyin andan keyin u chiqayotgan taratqularga chiqib shu bulanchilik tarasi chiqib degan gaplar bilan bu yerdagi bilan hech qanday o'xshamaydi yana sharqi turkiston jumhuriyatchilar partiyasiniki bir necha a'zosiniki bir xitoyga hujum qildi degan gumon bilan tashkilotlarga rostdi bir xitoyga bashsikan bir kishilarning kamisi bashsiga ananiki bu hujum qildi emas bulanchilik bostirib kirib bulanchilik qilgan voqealarni undaq bundaq kichiltib buning ostiga yozilgan inkoslarni men joyda ko'rishimcha u yerda anandan keyin u undaq kishilarni xitoyga kuch kiritish undaq jinoyat yo'liga kuch kiritish yaxshi emas u biz vatanimiz yo'q hech nimamiz yo'q bu sirtlarda bundaq yurgan chog'da bundaq ishlarni u yerda kichiklatib ko'rsatib hujum qilganlik ishgan ostiga voy qaltis chiqibdi birsi bo'lsin chiqibdi xo'p deb ketganlar nima bor ekan deb bir yerda ko'rsam undaq ani yaxshi qayta qo'ya aslida nima u katibat mas'ul bo'lishdan bilan xizmat ayrim bo'lganlikdan shaxsan mening xabarim yo'q shunaqmi bo'ldi ota-onasini boshqara olmayotgan bugungi kunlarda siz qanaqa bilasiz mushumi bir partiya bo'pti yezib chiqaribsiz sen deya bo'pti nimaga yezib baqtansan bularni ota-onasi boshqara olmayotgan bugungi kunda hech qanday bir partiya bir a'zosining tashkilotganligi tufayli ayblanmaydi tashkilotganligi to'g'risida maxsus yozma yozib chiqarib qo'yam degan har qanday bir partiya boshqa bir partiyalar o'ziniki palonchi bir bulanchilik qilgan bir narsaga chetilib qolgan bo'lsa ashlarni o'tirib chiqarib shunday yozamdiki ko'rsak bu xabarlarniki o'zidan o'sha yerdan haqiqiy xabarlarniki tafsiliy ahvolini uchratsam tashkilotlarning Belgiya va Gollandiya turish ruxsati bor Xitoyga qaytarilish ehtimoli yo'q debdi hey ularning ichida bu Gollandiyadagi uchaylarning ichida ikkisi Xitoy davlat tavalligi ekan. Ama Kanadaniki o'zini misol qilib ko'rsatib qo'yay. Kanadaniki siyosiy GC refugee qilib refugeeda qanday bo'lgan chog'da rad bo'linadi deganda oyadagi cho'ng jinoyat o'tkazuvchilarniki jinoyat nomlarining ichida o yerda qotillik jinoyati, odam o'ldirish jinoyati, bulanchilik bormi yo'qmi mani ko'rib boqay ya. Kanadaniki o'zinikidan misol olsam, birsi shu davlatniki, ya'ni Kanadaniki bexatarligiga ta'sir qilamdi, qilmamdi deganni tekshirgan chog'da cho'ng jinoyatlari bo'lsa, Clean Inside Canada deb o'zini qilib boqay. Who can apply? How to apply? Who can apply ni qilib boqay. Qaysining ichida chiqqan bo'g'aydi bu? Ishqilib boshida shu refugee status u jarayonda unda cho'ng bir jinoyatlarga chetilib qolsangiz, ovozni o'chirdi. Unda siz bir davlatninki qildigan ishini siz unda qaytarilib ketish nimasi yo'q deb unda cho'ng jinoyatlar to'g'risida unda bir partiya qo'yib unda bo'lmaydi deb unda ikkinchi qilsak bo'lmaydi. Bizniki qildigan ishimiz to'g'ri tashviqotlar bilan ko'pchilikning sog'-salomat hayot yursin deymiz. Menga suyulib ketib Suriyaga kirib ketmasin deb to'saymiz. Menga suyulib ketib mundaq to'plashib, mundaq javob qildigan ishlardan to'saymiz deb bundan shunday so'zlab yuramiz. To'plashib u hujum qilish qanaqa bo'ldikin, men sizlarga kelar qatimliq videorimda ko'rsatay.
o birinchi qitimliq partiya to'g'risida so'zlab chiqqan amallam islom ko'p o nerede yo'q bo'lmaydigan o yo'q ishlarni o'tirg'a chiqib nereden so'zlay buni bu Kanadaniki imsniki o'chirib turay bo'ldi. Hemen bu Kanada'da ben bir o Uyghur Refugee UNHCR'nin o fondunun azası mı emasman. O fondalarga chetib yurib rasmiy planlı hareket bo'ldi. O'slarniki men o ikkinchi qitimliq so'zlaydigan ulinishni shodamonga oldin ola evatib bersamlam, o yerda ondaq o'zra maslahatlashiblam, anandan keyin chiqib bu ikkinchi videoni chiqaramaylam. O yerda maxsus shu planlı hareket degan shu yerda ondan ilgari ancha-muncha shu mening ismimni chiqarib voy kanadalik youtuber xanim ma'ning vicdanınız deydi, anın vicdanınız deydi, bunda yazdigan men o maqatimkisi 4-chi qitimliqmi, 5-chi qitimliqmi yozgan narsa. Endi bu yerda hech nima yo'qla. O hech qanday bir men u nimenimi u xoin jasus undaq deb o'ylamayman ularni. Endi bular qanday desa shu shunaq vatanparvar kishilarning ideyasini kontrol qilib, shu vatan sevgisi uchun nima deyman, shuni rasmiy qilib birsi pul yig'ish, birsi shularning harakatini kontrol qilish. Endi bir buyruq tushgandan keyin o'tirg'a shu yozmani o'tirg'a chiqib tashlablam, yana kelib dal shu men partiya to'g'riliq birinchi videoni so'zlab chiqqandan keyin aqidillam o yerga o yozmani chiqarishdagi maqsad nima? Shu men partiyaga o'zimniki fikrini degandan keyin, shu to'g'riliq so'z degandan keyin o'tirg'a chiqdi-da. O planlı hareket qilmagan onun astidagi gaplar voy pas chiqarishib deyishgan gaplarni ikkilar qatimliq videoda ko'raylik. Mana bu chiqargan statement, partiyaniki statement partiya bilan hech qanday aloqasi yo'q degan gaplar odamniki o'ylantiradigan taraflari ham bor ekan. Onun ichidagi gaplarmi o jinoyatlardan yiroq turaylik, andaq nimalardan balonchilik jinoyati, qotillik jinoyati, yana bir yerda bir bunday xavf bir Xitoy kelmoq deb bo'g'izlab yurmaylik. Hech kim deyamaydi, undaq bir davlatdan yana bir davlatga qaytarilmaydi deb kesib aytolmaymiz hech qaysimiz. Hech qanday balonchilik emas, hech qanday jinoyat yo'q, odamlarni qaytarib yetib boradi hozir. Ehtiyot qilaylik. Jinoiy ishlardan yiroq turaylik. Bir qani yana bir nimaniki olay xabar. O ish qilib boshdan oxir bu o'qisimi biz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q bo'lsa o advokatniki pulini topadi, pulini to'lab beradi degan gap nerdan chiqdi? Endi meniki yana bir o'ylaydiganim, yana bir ansiraydiganim qanday desa, bu partiyadagi bolalar shundoq sodiqda, birsi vatanga sodiq, yana birsi partiyaga sodiq, yana birsi Najmiddinga sodiq. Hamma ishni, hamma gapni to'g'ri deydi. Xato gapirmay, mundaq deydi deb ovozini chiqib ko'rsatmasmi? To'g'ri shu deydi emasmi? Ashunchalik sodiqlik darajadan endi bu bulonchilik delosiniki beshida bosh planlovchisi deganlar to'g'riliq o'zimniki farazlarimni o'tirib qo'ysam, endi farazlarim. Navodi kerak shu 5 bola shunchalik vatanga sodiqlik, partiyaga sodiqlik, Najmiddinga sodiqlik Ashundaq bo'lsa, endi shu planliq ishlarning hatto soqchilarga demaydi-da endi. Meniki nazarimda endi shu mengsi yuyilib ketgan bo'lsa, partiyaniki shu shuhratini qo'g'dash deymizmi, nima deymiz endi. Shu partiyani qo'g'daymiz deb o'tirg'i chiqib, bir muncha meniki nada u fondiga a'zo emas, men u bir tashkilotniki o'rinlashtirgan bir ishiga bir yordamlashay bo'pti deb o'zim shu ishga bir yordamlashay fidoyi bo'lib ishlay bo'ldi deb men qarshi beray deb men shu ishga bordim.
qilishib berdim. Uni maxsus taqiqlarga qadimliqda men 6 oy bo'ldi, uni so'zlayman deganlar maxsus Türkiyədəki şu tizimlaşqa aid qılğan işlərimni hem de şu Türkiyə, Avropa tərəfə verib gələn səyahət bütün nimamni özümniki şu bir onun bir şu səyahət videosu qatarda özümniki oylağanlarım qılğan işlərini birdən sözləb onun çıxmaqçı. Xudayım bolsa onu nisib olub qala. Qani kilaqatımlıqlarda şu maxsus Türkiyədəki şu işlər doğruluqunu sözləy. Beş qanaq mənim bir qıldığan işimi YouTube'da mana YouTube'um var. Ama bununla mən özüm bu enak bununla nima qilay? Endi meni bu bir fondaningki a'zosikan, fondaga pul elish uchun u Turkiyaga tizimlashlar qilgan to'q, uni setib o'tibdikan to'q, andaq qilgan to'q, mandaq qilgan to'q. Ay, mayadagi yo'qmi? Mayadagi o'ylamamda ishlamamda. Bir ayol kishiga bizning Kanadaga akatmidi deb boshina to'qsanlar bo'lamda. Ama yordamlashdim tugidi. Bu aniq tapadim hamda o'sha emailda yozishgan gapni bu aniq ochiq qilib, men mau projektning a'zosi emas deganni isbotlaydiganqa Mamat To'xtapanninki men yozgan inkosini, o'sha emailsini chiqarib yozib qo'ydim bu yerda. Ishim yo'q meniki. Bir ishlar bo'lsa to'xtamay ovozini chiqarishib beramiz. Men Kanadada bir ishlar bo'lib qolsa to'xtamay retweetlab, Twitterda bir narsani taglashib, bu maxsus Kanadadagi qarindoshlarim shunday kuchli imzo to'plash shu parlamentning ichida shu erkak qirg'inchilik deb degizish uchun shu Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining a'zolari bütün jamoatlar shu masjidlarga berib, bir kun u masjidga ham, bir kun boshqa masjidga berib degandek, hatto Niagarada kelgan sayohatchilardan imzo to'playmiz deb o soqchilarninki nima qilsin sizlar mana shunday qilsanglar bo'lmaydi, bu yerga kelgan sayohatchilarga undaq bir narsani setish yoki bir narsani tavsiya qilish degandek ishlar bilan shug'ullansa bo'lmaydi deb to'xtalgan ikki kichik Uyg'ur qiz bor, 18 yoshga to'shmagan bir ismi kimdi u singlimizningki aşağıda shundoq imzo to'playmiz deb Kanadada nurg'un jamoatlar hammamiz shundoq kuchib parlamentning ichidan shu Kanadaniki bir ovozini shu Uyg'urlarniki beshiga kelgan bu kulfatlarni genosid deb atatqizmiz deb shundoq kuch chiqargan. Onunda da shu Mamat To'xtapanninki qilgan ishlariniki ichidan shu to'xtamay shu gaplarni men kelaqatimni Turkiyaga tushib, Turkiyaniki nimasini so'zlagan chog'imda borman. Dastlabda qandaq yig'inlar qatnashdim, yig'inlarda qandaq gaplarni qildim, masalan, hammasini birdan hammasini o'tirg'i chiqib deb beray. O Turkiyadagi odamlarimiz unda hop kipardi, bunda hop kipardi degan gapni shu parlamentdan kirib, aşağıdaki shu parlament a'zolari bilan ashlar paranglashgan chog'da birdan ay mangan yo'l shu. Ay yo'lini biz mangamiz qolganini Allohdan deb ashaq deyishgan chog'dagi shu gaplarim to'rdagi gaplar hammasi aniq yozilgan o yerda. Biz endi men bir ish qilishib beray bo'pti, qo'limdan kelish ish qilishib beray deb boshqa odamlar qiladi, bir tashkilotlar bir ishlarga chaqirsa, namoyishlarga chaqirsa, voy biz qo'laymiz deb tan qilishib berdim. Aslında o'xshashdan men bir ayol kishi hamda bir ishga qarashib berdim, ishim tugadi, katta yo'q. Endi sizlar kim endi? Meni Kanadaga akasini deydigan mening nimam endi? Ama shuni bir o'tirib bana chiqib endi o'sha tizimlashib degan to'q, setib degan to'q, andaq degan to'q. Satqadek bo'lsa o'zinglar sizsanglar bo'lmadi deyman. O virus dastlab taqalgancha men kun uchirib keladi. O ta Turkiyadagilar voyiga qiyinchilik qapti, iyon yig'imiz deb. Voy, hamdan bakra kirimga muhtoj odamlar shu Turkiyadagi sizlar o'zinglar satsanglar bo'lmadi. Menikine chiqib setinglar bo'lmasa mana rasmim turibdi, videolarim turibdi, ovozlarim turibdi. Ama shuni setib yaqinlar qani. Viza to'g'riliq ishlagan videolarimda o'zimning akkauntini ochib, manchinchi yil mandaq shu o'zimning shu siyosiy deyman-ku, shu o'quvchilik vizasini 2 qatam, 3 qatam almashtirganim, xizmat vizasiga almashtirganim, shu permanent residentga iltimos qilgan narsani hammasini shu o'zimning bir narsani ko'z qo'ygan joyda ismlarimdan tortib turibdi. Setinglar ana. Shuni sat qilib bo'lamdiki? Bu gapni men kelaqatimli videoda so'zlamoqchi edim. O'shanchalik ham solishtirib deb qo'yayim. O'zinglar bir qiziqsanglar, men shu videoning ostiga barliq shu ulanishlarning hammasini yozib qo'yay. Meniki tavsiyam qanday desa, u 5 bola
vatanparvar bolalar. Ularningki jinoyat o'tkazish nimasi men ilgari undaq deb qaramaydim. Endi bir ish, endi bo'g'liq bo'libdi endi. Bu ishninki tegdi nimba, kimlar planlovchi, o'tirdi yana qanday ishlar bo'ldi, qanday gaplar bo'lindi deganlarni hammasi partiyaga sodiqlik sababdan endi soqchilarga amaliy ahvolni aytmaslik mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Shunglashqa men shu sud qaysi davlatda ichildi, Belgiyada ichilamdi, Gollandiyada ichilamdi. Shu odatda mayada sudlarimiz uch holatda bo'ladigan, masalan, shunaqa bo'lganchiliklarga nim bo'lmasam, undaq maxfiy sud bo'lmasam, u sudlar sirtdagi kishilarniki kirishiga nim bo'ldi. Bo'lsa ko'pchilikniki shu sudniki kirish oldida va suddan chiqqandan keyingi vaqtda muxbirlarni kutib oladigan, muxbirlarniki ziyorat qilib qo'yadigan bir necha minut vaqti bor. Shunday vaqtlarda shu qarindoshlarimiz bilan bir oy qanaqa ahvoling yaxshimi, ahvol qandaq deb so'rab baqsanglar, endi ularni oila tavobatlari bilan ko'rishga qo'yamdi, aqillari, o'rtoqlari bilan ko'rishga qo'yamdi, o'rtoqlari bor bo'lsa, endi xalqni ko'rishga qo'yamdi yo'qmi, shu advokatidan sirt bo'lsa, shu advokat bilan sirlashib, ma bolalar bularniki jinoyat o'tkazish imkoniyati yo'qdi. Bular degandek bir kimga yana bir kim kepil bo'ladi-ku. O'zinglarniki qarshi ularni qanchalik ko'p kuch to'play olsak, shunday yaxshi deb o'ylaydi-da. Shunday bo'lg'achqa, shu bolaning gunohsiz yoki bo'lmasa u bolalarniki jinoyatini yeniltishga bo'ladi deb qaraganlaringlar berib advokat bilan ko'rishib yoki bo'lmasa shu odam bilan ko'rishib yoki bo'lmasa shu deloni tutayotgan soqchilar bilan ko'rishib qilamdi. Hech bo'lmaganda ish qilib o'zinglarniki bilgan uchurlarni inqisonlar ularni to'xtamay uchur to'playdi. Ularga shu partiyaniki haqiqiy mohiyatining qanday ekanligi, hozir Guli Maqsud deb birsiniki so'zlab qolgan desanglarmi bo'pti, mayli. Shunday ishlar bo'lyotdi. Adash o'yg'on, nima gap bo'lsa rostdanida, jinoyat bo'lsa bo'yningga ol, jinoyat bo'lsa, jinoyatning ichida yana kimlar bor, kimlar nima degan, qanday o'rlashtirgan degan gaplarni haqiqiy ahvol o'tirg'i chiqsin. Ammo o'tirg'i chiqdi biz bu yerda vari qilgan bilan. Navodi kerak ularga hech qanday bir narsa deyilmasa, sirt bilan hech qanday aloqa qo'yilmasa, u yerdagi u advokatmi boshqalar tarafidan pulini to'langan advokat tarafidan u yerda shu advokat bilan ham so'zlashalaydi. Ya'ni so'zlash orqali odamni bir tashviqot degan shundoq muhim bu. Odamni o'zgartiradigan haqniki bir narsani anglab bo'lsin o'zgaradigan gap. Mundaqkan deb anonkin o'zi tafakkur qilib, o'zi bir narsaga nim qiladigan gap, qaror beradigan gap o'zi asl ishiniki mayt mundaqkan deb hamda o'ziniki qaysi tarafda bir narsani hech narsani anglamasangiz, hech narsani ko'rmasangiz, u chog'da shu qanday tashviq qilamiz siz shunaqkan deb o'ylaysiz. Kommunist partiyaniki u masalan misol qilib aytsak, shundoq nomrod kishilarni kunda naqsh etkizdi. Gongsandan biz shundoq xo'shal yashayapmiz deb ularni sen xo'shal yashayapsan desa, zulm ostidagi odamni sen xo'shal yashayapsan deb tashviqni qilaversa, ular haras xo'shal yashayotgan o'xshayman deydi. Chunki bizniki u vatanimiz degan butunlay kontrol qilgan, tarmor qilgan, sirtdagi ahvollarni bilmaydi, sirtda mundaq ishlar bo'layapti deganini bilmaydi. 17 yoshlik, 16 yoshlik birsini olib shu majburiy bir zavodlarda, tikuvchilik korxonalarida ularni ishlasa, bo'pti bular ishlaydigan o'xshaydi, bular ishlaydiganlik amal yo'q, ishlaydigan o'xshaymiz deydi. Amniyatda bo'lsa o'zimizniki huquq manfaatlari degandeklarni hammasini o'rgansa, anglasa, boshqalardan anglasa, bir narsani qilsa, anoniki nim qildi. O'sha bo'lgandan keyin endi men ham demoqchi bo'lganlarim endi bo'lsa shularmi bir haqiqatni ko'rsa, qo'rqmay hamma ahvolni aniq desa, jinoyati bo'lsa, jinoyatini olsa, yoki bo'yniga olsa-mu, o'ziniki pushaymon qilganligi yoki bo'lmasa buning ichida mundaq gaplar bor ekanligi degandeklarni desa, bu jinoyatniki yeniltish yoki Xitoyniki nimasidan bor-ku, o'ziniki masalani topshirsan jinoyatni yeniltimiz, masalani topshirsan jinoyatni yeniltimiz, o'zingni ma'lum qilsan jinoyatni yeniltimiz degandek shunaqa bir nimalar bor-ku. O'shanga o'xshash shu haqiqiy ahvolni degan ahvolda ananiki hamisha o'tirib chiqadigan gap. Hozir biz u to'g'riliq hech qanday gap qilmasak, u bolalar shu butun shu sodiqlik bilan shu partiyaga sodiqlik bilan hech qanday gaplarni o'tirg'i demsa, men qildim degan bo'lsa, shu jinoyat faktlar o'tirgan bo'lsa, shu buchlam kesilib ketadi. Bir odamniki, yosh bolalarniki bu hayoti unda nima bo'lib ketsa bo'lmaydi. Shunglashqa bo'lsa, shu yerdagi jamoatning ichidan qoldiringlar, shu mumkin qadar bo'lsa berib, aloqalashib,
ahvol so'rab, bir yilga bir 5-10 minut görüştirdigan bir işleri bo'ladigan odatda. Ashunaqlarni bor bo'ldi. Bu ish qilib özümüzni qutuldiraylik. Özümüzni özümüz qutuldiraylik. Nurg'un bu gumonliq taraflarmi bor. Bu partiyaniki adam yig'idi. Ağızda ameliyat ish qilamiz, birlashib ish qilamiz degan bilan amaliyotda bu yerdagi bir xil nima faqat bolalarni to'plash, kontrol qilish, haqiqiy ish qiladigan bo'lsa, ish qiladigan so'rin Twitter ekanligini hammalar biladi. Twitterda haqiqiy jang maydoni ashada bo'lgandan keyin ashada bir ish qilib o'sha Twitterni chon chiqarib olsak bo'ladi asli. Bir odam masalan shu ögesin dedim, ne çıkarttım dedim, şu bilmeyenler, şu işletişini bilmeyenler işletsin. Partiye azası, ben partiye baş katıp boğandan keyin ammanlar Twitter'ne çanlar, bana ayışanlar dışında birden bulan 1500 agaş kişi bağlı ketmem de hazırga 300-400. Onda tutsa bu bir ay 2 aygacha bu Twitter'da işkan bir narsa yollamadım deb avazlarını yollab koydum ben aldığım videoda. Onda iş qilsa, ular u yerga ish qilg'ili to'plagan emas, ish qilg'izmaydiganqa to'playotdi odamlarni. Vatan sevgisi bor odamlarni ish qilg'izmaydiganqa to'playotdi edi. U million dollarlik degan gaplar, u planning ichidagi kichik ishlar u. O'zinglar o'ylab beqinglar. Siyosiy o'rganishning ichidagi shu gaplarni o'zinglar anglab beqinglar. Sizlarni o'zini aniq bilsin deb shu tashur psixikasidagi o'ziniki qandoq maqsadda shu yo'q amalga oshmaydigan plandan natija chiqarg'ili bo'ldi, pul chiqarg'ili bo'ldi deb chiqargan shu videolarni hammasini o'tirib chiqardim, shu ayrimda so'z etgan. Partiyaning bayonotchisi bo'lmoqchi bo'lgan odamman. Partiyaning bayonotchisi qilmoqchi, shunday bo'lonchiliklar kelib qolsa, ama boshqa odam bizniki partiya bilan hech qanday munosabati yo'q deb men so'zlab ketsam shu chog'dan unikini. Xitoyning bayonotchisi Pachinga o'xshash ekan. Rossiya yo'q falan so'zlab ketsam bu yerda. Maxsus takliflik odamman. Voy men bo'ldi, to'xtab qoldim desam, men bezirib yana gap qilib turibman deb o'zi gap qilgan ovozlarimni boshdan chiqardim. Men gap qilaveradigan qo'yansiz deb o'ziniki degan gaplarni angla. Odamniki ideyasini kontrol qilish, sharkatlarni kontrol qilish shu shunday qo'rqinchli ish voy. Oldingi videoda misol qildim, bu Abdurahim O'tkirniki ruboyisidan. Kishan qulluq kishandan navad ruhtu bo'lsa, uni bozg'anmi kar qilmaydigan kishan bo'ladi u chog'da degan gap. Ko'pchilikning hammasi o'zinglarniki shu partiya to'g'riliq o'ylaganlaringlarni yani Najmidiniki degan gaplarini ham o'ylamay, shuniki darsliklarini ham o'ylamay, anandan shu men degan gaplarimni yana bir nuqtadan tahlil qilib, meniki maqsadi nima? Ashlarni bir o'ylab beqinglar. Bu hisoblab pul sonidan tortib ko'rsatib Kanadadagi partiyalarni birdan misol qilib ko'rsatib bu partiya a'zolik badal pulni qancha ekanligi, uning tizimlash jarayonining qanday bo'lganligi, shu to'rdan shu tizimga ayollar borku, maxsus jadval to'ldiriblan partiyaga a'zo bo'lsiz. Andan keyin partiyaga a'zo bo'lgandan keyin shu partiyaning ichidagi ishlarga qaror berishda ovoz beradigan ishlar bor. Masalan, partiyaning ichidagi bosh lidersini tanlaydigan ashlarga partiyaning a'zolari ovoz berdi. Ashlar ishlar bo'ladi. Bu partiyaning hozir siz pulni topshirib qo'ysiz, shu partiya a'zosi bo'lib ketsangiz, shuning bilan shu kunda degidek madda bir haftada 3 qatammikin debdimi? Har kuni 1 soat 2 soat shunday siyosiy o'yinish qildigan bular. Ularniki ba'zi ovozlarini olmasam ama bu chet-ellik mutaxassislarningki Uyg'urlar haqida ishlagan bir videolardagi mazmunlarni anglamaganda bu bola. Amerikada yashaydi, boshqa davlatlardan inglizcha biladigan davlatlarda yashaydi, tilni shunday yaxshi biladi, boshqalarnikini anglab ketganlar. Unda o'zimizlarma deb ilqi bo'ldi o'xshatmay-ya. Ko'proq izlanaylik, o'zimiznikilar shu bir Uyg'urcha shu Najmidinning so'zlagan narsasiga diqqat qilmay, boshqa shu mutaxassislarniki, boshqa davlatlarniki yangidan 2000 yildan keyingi
2000-yildan keyingi ozod bo'lgan davlatlarniki bir yillik documentary filmlar bor. Ularni ko'rib boqaylik, solishtirib boqaylik, o'zimizniki ahvoliga solishtirib boqaylik. Biz lekin o'zimizniki qanchalik ishimizniki tas ekanligini, qanchalik uzoq ekanligimizni, yana necha yillar ketadiganligini o'zinglar shu joyda his qila olasizlar. Tilam vatanni ozod qilayotgandek unda siyosiy o'rganish qilib o'tmay, siyosiy o'rganish qilmay, Twitterga chiqib to'xtamay bir narsani yozam. Twitterda men misol qo'yib bersam sizlarga. Twitterda agash kuchisi chiqib bo'lmasimi, shu to'xtamay bir narsa yozadigan men hozir mashhurlar o'z tilim olay, sizlarga o'z tilim qo'yay. Birisi Mehrigul Abduayit deb bir qiz bor. Yana birisi Dervish, men bu Dervish deb o'qib olaman. Aşağıdaki sen qaranglar, Twitterga chiqib so'zlab beray. Ko'z qo'yay. Share screen, Twitter. Dervish deb bir e'lon bor. 505 agash kuchisi bor. Lekin jami atqan tweet soni 47600. Ne, bu mushuna qilsak bo'ladi, biz o'zimizningki birdan-bir vazifamiz. Mana Uyg'urlar to'g'riliq chiqqanqa har bir barmoq besib qo'yishning o'zi shu dal shu o'chilish bo'ladi. Qisas olmiz deymiz-ku. Mana o'xshash pichoq ko'tarib, topancha ko'tarib, chekirib o'yinda bilanchilik qilsak, kirdigan yerimiz 4 tomning ichi bo'ladi. Onun kalımızda bütünlüğü sadaqatlik bilan bu kitib amaliy ahvolni demaydigan darajadagi mengimiz yuyilib ketgan bo'lsa, hayotimiz texim xatarlik bo'ladi u chaqda. Mana kimniki nimsini e'lonlar sizlar qarab yoqinglar. Uyg'urga oid bo'lsam 47 ming tweet. Bütün to'xtamay shu Uyg'ur nimlarininki bir narsani nim qilaman. Mehrigulniki nima ichib beray ya? Siz qancha tal tweet etib baxtыңыз mushaqcha Mehrigul Abduayit deb Amerika bilan bu yoq 24 ming tweet etib bo'ldi degan gap. Buningki mana shu nasr butunlay shu Uyg'ur xabarlar Uyg'ur davosiga oid shunday bir narsalar. Ekronni chiqib o'tamdi ya. Sonra qilaymi ya. 24600 tweet etib bo'ldi Mehrigul Abduayit. Boyaqa Dervish degan bola, Dervish degani nima endi? Uyg'urcha nima orzu qilishga jur'at qilish deymizmi? Nima deymiz endi? Ablajon Avdoyevning rasmini bosh surat qilyapti. Yushirin faoliyatchi bo'lsak bo'ladi, shunda shu barmoqimizni shu Xitoyniki bir narsaga, to'xtamay shu Xitoyniki bayonotlari chiqargan bir narsaga Aşağıdaki bir narsaga bizniki guvohlik videolarimizni isbotlarni o'sha choplabmish Twitter'dagi faoliyat ishlayotgan faoliyat bo'ladi. Boshqa qaysi davlatlarniki organlaridagi odamlar bilan ko'rishgan shularni ish qilayotganlar bo'ladi. Ularning ish qilayotganlarini bu partiya a'zolari ish qanday deb ularniki qilgan amgikini nolga chiqarib olsak bo'lmaydi. Ularni non-government organization ularni qilmaydi, bunda qilmaydi. Voy biz mustaqil deyalaymiz deb men maqsud. Voy, inkaslarga hech qaysi qarmabman u. Shu men deyman-ku, men ekranlarga chiqib dedim u oldingi videolarimizni sizlarga shu 7-oyning 5-kundagi raqamning oldida endi bo'lgan ishlarni, videolarni, rasmlarni hambaharlagan shu to'g'riliq vaqt bergan bir ziyoratni qabul qilgan Talk is Turkiston'ningki Facebook page'ni ustida olgan nimamdimi? Shuningdek gaplarni yaxshi anglab bermadim xalqlarga degancha davlat ishlab deymiz. Hammamiz dialektan bo'lishimiz kerak. Undaq ya. Tommy Hardy backfit chiqadi deb hozir bu yaxshi deyman. Mümkün. Siz partiya bilan laqabsiz. Kunda kecha kunduz partiyadeysizkan, yolg'iz qoldingiz. Najmiddin bilan gaplashishga omroq ekansiz bo'lmasa. Va gaplarni.
Men 6 ayning ilgari oldida chiqib so'zlashga tegishli gaplar edi bu. So'zlamay bu ishlar bak yomoniga chiqib, yo biroz o'tirg'i chiqib gapilay demaydi. Amaliyot hammasi qandoq ekanligini biladi, bo'lmasa Najmiddinning qandoq ekanligini biladi. Partiyaning u deyotgan gaplarininki ba'zininki qanchalik kulkili ekanligini biladi. Hech kim demaydi, bu qildig'ini qilsin deb. Bundoq yo'l qo'yibas, qandoq bo'ladi? Oxiri dedim-ku, Najmiddinga o'xshashdan 1500 paydo bo'lib qopti. Biz Suriyaga 5000 ketib qolgandi. Amanondagi xalqlar mana beshini kallasini bundoq qo'yib tutqizib qo'yib, bundoq harakatini kontrol qiladigan, kuch qismaydigan bundoq bo'lmaydi deb o'tirgan. Bu paranglashsangiz bo'lmanda paranglashib zerikib ketgan. Zerikib ketib, uf deb ketadigan. Buloq qo'ysam bo'lamdi desam, men buni chaqcha hech kimni buloq qilmayman deb qo'shaq degan. Qanaqa bo'ldi? Birinchi videosini chiqarib qo'ysam, aytsam, buloq qo'yibdi. O'ziga gapini hozir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Men hech kimni buloq qilmayman degan gapi bor menga. Menga degan gaplardan meni partiyaga zo'rlab olganlikdan zerikib, deb qo'shaq degan. Ovozingiz chiqadi. Oldidagi videolardan Najmiddin bu xonimga to'xtamay telefon qilganligini degan. Najmiddin chaplashgan yani. Shu Najmiddin o'zi shu ekranga chiqib so'zlayotganlarni ish qiladi shu. Mening shu bir kalamni jupaqay dedim-ku. To'xtamay soatlab dedim-ku, shu 4 soatlik bir siyosiy o'rganishimdan olgan bir narsa deb. Voy men yana to'xtab qiliqliq, voy bo'ldi desam-ku, o'zi deydi-ku yana men bezirib yana gapildim deb. Men unday sabrchan odam bo'lsa, allaqachon to'xtab qoladi. Ana sizningki ta'sir doirangiz YouTube'chilarning ichida eng yaxshi qilayotgan baholarini ayrim bir video qilib chiqarib bergan Najmiddinning menga bergan bahosini men ayrim bir video qilib chiqarib qo'yay, o'zimni anglab berganman. Shu chog'da partiya a'zolari islominiki YouTube kanalimga a'zo bo'lib, meniki gaplarimni anglab berganlar, sizlarniki rahbaringlarning menga bergan bahosi qaltis. To'xtamay men qilgan ishlarni yana bir bak ichi butunlay shunday vatan uchun deb nim qilgan bir inimizningki kallasini nim qilib chiqamaya. Oldidagi videolarda Najmiddin bu xonim to'xtamay telefon qilganligi degan. Najmiddin o'zi shu aktivlik bilan aloqalashishda to'xtamay, shundoq masalan shu ta'sir doirasida bor kishilarni masalan shu Facebook'dami bor yozgan inkoslarni ko'rdim odatda. Shu bir qism kompyuter sohasida alohida ish qilayotgan bolalarni, shularni shu partiyaga kirishga qanchalik taklif qilganligini degandeklarni yozilgan inkoslar bor ekan-da. Najmiddin o'zi shular bilan aloqalashdi shu. Voy men to'xtab qiliqliq desam, tekrar partiyaga taklif qilib maxsus shu dars, shu siyosiy o'rganish darslarni soatlab anglab partiya bilan qulonchilikning nima munosabati nima deb. Bu yerda o'zlari mening munosabatim yo'q deb chiqiribdi. Aşağı hem de o yerga birisi chiqarganlikniki o'zi nimaga unda chiqarib qo'ydi bu birisi. Ham nimishki u falonchilik qilgan bolalarniki advokatlik haqini to'lab berdi degan gaplarni borchu. Shularni odamni o'ylantiradiganchi hamda bu bir partiya hamda partiya a'zolari necha a'zosi bo'lsin navoda unda partiya a'zolarininki o'zlarininki shaxsiy o'tkazgan shaxsiy nima deymiz faqat o'ziga partiya bilan hech qanday aloqasi yo'q deb turib yana nimishqa shu advokatlarni to'lab berdi. Andan keyin yana nimishqa shu bulonchilik bilan o'tirdi hech qanday deyman-ku. Ancha bek uzun vaqt farq yo'qlam. O Fidoylar ekrani naq maydon suhbatida o bulonchilik degan gaplar, bulonchilikqa tashkilsak bulonchilik qilgan degandek gaplar chiqib ketdi. Shunday modul tasodifiylik udil kelib qolamdi. Bu bolalarning ham shunchalik darajada partiyaga sodiq, partiyani qo'llovchi bolalar bo'lar aniq. Menga kelgan uchurdimi shu kishilarni shu partiyaga da'vat qildigan uchurlarda, uchurlarda shu partiyaniki kirish usullari, pul to'lash usullari,
qanaqa qasam berish degandeklarni hammasini nim qilishni shu bilanchilikqa chetishliq bir balniki, ya'ni shu partiyaga eng sodiq bir balniki. Shundaq sodiqlik tarafidan navoda haqiqiy ahvolni oshkorlamayotgan bo'lsa, shu o'zining hayotini o'zini u o'zida xatolik yo'q, boshqalar planlab, boshqalar ishga qo'ygan bo'lsa, navoda menga gaplarimni yaxshi anglanglar, ba'zilarini farazlarimni dedim, ba'zilarini shu aynan shu nimadagi birsi xabarlardagi, birsi Facebook'dagi başlarını aniq ko'rsatib, ularni to'g'risini to'g'ri dedim, farazlarimni faraz dedim. Sizlarni faqat o'ylab boqsin, anglab boqsin, bu qanday ahvol deb sizlarni o'zinglar anglab kelinglar, o'ylab beqinglar deb so'zlayotganlarim bular. Bu najmda bir masala bor. Masala endi u masala bor deblam ama paketlik deganlarimni paketladim, ammo bu so'zlamagan bir qism narsalar mubada paket qo'limga tushgan chog'da uning o'tirga chiqaman. So'zlayman uni navoda kerak. Hozircha so'zlaydiganlarim birsi shu pul yig'ish, pul tepish. Amalga oshmaydigan bir plandan yoki bo'lmasa uzun yillardan keyin oshadigan bir plan, shundoq bir yo'q plandanmi natija chiqaraman deyishning ko'zi shu. Natija qanday chiqadi? Birsi pul chiqadi, birsi yoshlarni to'playdi, vatan sevgisi bo'lgan. Shularning harakatini kontrol qiladi, kallasini kontrol qiladi. Bu degan shpion deganlik emas. Ham shpion deganlikni nima deymiz? Biz hammamizni bir-birimizni shpion deb qaraymiz. Menimi shu. O'taydigan sizlarga Facebook'larda Najmiddinmi shu? Najmiddin to'g'riliqni nurg'un gumonliq taraflar bor. Endi u biz qo'limizda bir kimniki hech qanday fakti yo'q. Turiblar mayma o'qitay maxsus turmada tarbiyalab chiqqan odam ekan deymizmi? U to'g'riliqmi ayrim so'zlay? Keyin chiqadi taxamga va paranglarning ichida bir qism deyilgan gaplar bor ekan. U siyosiy yo'nalishda nima debdi deysanglar shu partiya keyingi videorimga qo'yay buni ya. Faktlar chiqadi bir-birlar sizlarga aniq ko'rsatib beraman shu joyda. Ish qilishmi maqsadi yoki ish qilmaslikmi shu joyda biz hozirmi ko'ryapsizlarmi mana? Nima ish qilyapti, ishni qilmay shu tashkilotimiz deb odam yig'ib odam yig'ib bir ish qilmamdi. Qilingizlar. Shodumonninki mana 200-300 miki, uniki agashkichilarima. Navoda partiyaga kirgan bo'lsam, partiyadagi a'zolar tashqi qilsin, Twitter ishiltinglar deb. O agishadigan bo'lsa 1500 a'zoyimiz bor. 1500 odam biz Twitter ishiltib 1500 qilaman agashkichilarimizni. Bu odam yo bir Uyg'urlarga bosh bo'lgudek, bakchon, bu shu boshqa davlatdagi yoshlarniki hech nimasi to'g'riliq va Najmiddin to'g'riliq hech o'qimaydiganlar shu Najmiddinga deb cho'ng ko'rib yoki bo'lmasa shu Xitoyga ishlaydi. Buni bir kuni chiqadi o'tirg'a. Bu yerda biz pakitsiz gap qilmaymiz-da. Men faktlarim bor bo'lganlarni o'tirg'a chiqib so'zlayapman. Urug' tuqqanlar, hammamizning urug' tuqqanlari bor. Aloqa qilmaymiz-da shu. Mana 4 yil bo'ldi mana. Undan so'rab, ba'zi faqat uchura olmasam Xitoydan so'rayman degan. Qanday kitobda falonchi bormi, pistonchi bormi deb birdan surishtirmayman. Men nima? Bu music nimalarni davatidi. O'tirda chiqarib qo'ygan edi. Menchi bu videoni ishlamas kerakkan deb o'ylayman. Qaysini ishlasam-da amaliyoti bonasla tursa, bu xabarlarga necha taratqular Gollandiyaniki 5-6 taratqusidagi 5-6 nimba turdi. Belgiyaniki taratqulardan 3 taratquning ichidagi xabarlar turdi.
Bu taratqulat so'zlagan narsani biz Uyg'urcha o'qimay mana chiqib so'zlayman birdan bu keyin maxsus bir narsani tayyorlab qo'ydim tahi. Bu tashviqot orqali bu xabar ko'rmasanglar biz faqat hozir o'zimizniki Uyg'ur deb quduqninki ichiga tushib Uyg'ur o'zimizniki bilan bo'lamiz. Dunyoda nima ishlar bo'ladi? Men bir muncha O'zbekistonliklarniki Uyg'urlarni qanday qaraydiganligi to'g'risida shu bir videolarni ko'rdim. Ularni bir video ishlayman. Bu Ozarbayjonniki azod bo'lganlik bir necha yilsiniki ishg'oliyatdan qutulganlik to'g'risidagi shunday xabarlar degandek xabar ko'raylik jiqroq buni ishlamaslik kerak ekan, uni ishlamaslik kerak ekan, unaqa emas, ishlash kerak hammasini anglash kerak. Hammasini anglab o'zimiz zamonnikin bundoq ishlar bor ekan deb anglamasak ko'proq xabar ko'rgan yaxshi. Bu ish Belgiyada biroz yushirin bo'layotgan shu yushirib mana ishlar chiqyotdi mana deyish kerak deyapman-ku. Berib danglar, haqiqat holni danglar, nasihat qilinglar. Nasihat qilmasanglar partiyaniki shon sharafini qo'llash bilan o'ziniki hayotini qurbon qiladi shundoq yillar turmada yetkazsam mayli deb. Bundoq gunohsiz bo'lib qolsa yoki bo'lmasa boshqalar tarafdan kuch kiritilganlik bo'lib qolsa navodi kerak. Bu farazlar bu hamdi. Ama shundoq farazlarni qilishimdikimi ba'zi bir asoslarim bor. Bu Najmiddinning o'ziniki yozma yozib chiqargan bir narsaligi bilan ekranda chiqib fidoyilar ekranda so'zlagan bir narsari ondan keyin butun partiya a'zolarining ostiga yozgan inkaslari bilan xato uchurlarni taqtishi yoki bo'lmasa ishni kichiktirtishi o'shaning hammasi gumonliq taraflar o'ylansanglar bo'ladi. Nimishki so'zlamaymiz. Vatanni Xitoy so'zlatmayli deydi. Biz chet elga chiqib so'zlamasak qanaqa bo'ladi? To'xtamay ishlayman tahi. Bir kunda necha video chiqadi. Maxsus xabarlarni tarjima qilib taqdiman tahi. O'tirg'i chiqadi bir kun. Güleynon deganim to'g'ri. Rahmat. Asossiz gap qilmayman. Bu 3000 odamni obund qilib bu yerda yo'q gapni, quruq gapni qilib o'tiramdim. Asosi bor gaplar hammasi. Music. Ma bir ish qilamiz deydi ammo Najmiddin to'xtamay xalqning ziddiga tegib qiladi. Shu o'zi ish qilgan bo'lsa nimday to'xtamay boshqalarni so'kida emasmi? WhatsApp to'plardagi uchurlar ba'zida kelib qoladi. Siyosiy o'ginishli gaplarmi ba'zi kelib qoladi. Bunday gaplar edi. Unda boshqa tashkilotlarni bir hisobda shu boshqalarni yo'q qilman deganga o'xshashdan faqat meninglam bo'lsa, boshqalar yo'q bo'lsa deb o'ziniki ovozini chiqarib qo'ydim bu ana. Kanadadagi partiyani pachaqlab tashlaymiz, yo'q qilamiz degan ovozini chiqardim. Dunyo Uyg'ur qurultayini uni bir muncha bir narsa dedi. İnsof qilinglar va hamisha shular qildimmi? Hech qilmadi ular o'zini aldayotdi degandek gaplar va ularni chiqardim. O fidoyilar ekraniga chiqib debdi u yerda. Oz degan gap bilan amaliyot bir emas. Birlashimiz degan bilan yo'q qilish. Fidoyilar ekraniga chiqib bir tashkilotning ichiga josus kirgizib, josus degan hamma yerda bor, hamma davlatda bor. Bir tashkilotning ichiga josus kirgizib, o'shalarning sistemasini yaxshilash, bir tashkilotning partiya darajasiga ko'tarishdi. Bir tashkilotning darajalari bo'lgan o'xshaydi hamda. Tashkilot darajalik tashkilot, partiya darajalik tashkilot deganda qachon qilamda? Nima degan gap bu hamda? Partiyaning bir tashkilotning partiya darajasiga ko'tarish degan hamda bu tashkilotning tizimlatgan bu tashkilot deb organization deb tizimlatganni bir aqlam yo'q qilib partiya deb tizimlash kerakmikan? Haq ishini qilganini qo'yinglar. Anlayapman hammamiz. Ammo
Baş, o'qiyolmadim xatlarni. Men bak qo'shilmayman. Qaysiga? O'zingni tutib ol, Mamat. Mamat deb birdan gap qo'ydim-da, chiqmaydi u. Ha, Musis kesip sen uchun savodi ham Belgiyaning TV'da bermedi. Bütün haber kanalları çıktı. Bu haberlerden 3-4'sü varken Gollandiya'nın 6 haber turu da şuna ait. 6 ayrım nimede haberde. Yerli gazetler çıkıyor ekan şu. Men dedim şu. Men o'zimniki telefonda Ottawa News o'zimniki shahardagi bo'layotgan ishlarni shu birdan xabar keladi. Bu yerdan pat shundoq nimalar yuz berdi. Gap qilganlar gap qilsanglar bo'lmabdi. Xabarning mazmuni nima ekan? Boya tarjima qildim. Olamlarni nima qilib beray? Shu videoning ostiga yozib qo'yay. Xabarning mazmuni 3-oyning 23 kuni Belgiyadagi bir Xitoy restoraniga 5 Uyg'ur qarindoshimiz maska taqib bo'lanchilikqa kirganda qo'lida pichoq va tapancha bor ekan. Xitoyning restoranida 5 odam bo'lib, 3'si balasi ekan shu. Balalar shu 5 yosh, 10 yoshlik, 13 yoshlik degandek. Shularni yerga tizlantirib o'tirg'izgan ekan. O'ltiraymiz deb tahdid solgan ekan. Bulangan pul soni 4000 yevro atrofida ekan. Bulanchilik, shpiyonlik gapini xabarlarda deyilishicha shu ikkisimi uchisimi Xitoy bularning ichida ikkisi Xitoy davlat tavalligiga ekan taxi. Birsi Gollandiya davlat tavalligi shaharlar shu Almelo, Adwater va Leiden shahrida mana yan birsida mana xabar chiqib 3 oydan keyin yan bir taratquda andan keyin 3 more suspects arrested. Yani 3 gumondorni qo'lga oldik deb chiqqan u oyda nima ekan? Ma 3-oyda yuz bergan ish oqidan 5-oyda ayrim, ya'ni ikkisini nima qilgan ekan, bu davlatlar bir davlatdan yana bir davlatga o'tkazib berish o'tirlida shunaqa nimalar ketadigan o'xshaydi. Meniki tavsiyam shunaqa sudlar bo'lsa, sudga kirish oldinda bir yillik bolalarga mehr muhabbat bilan, ko'ngil bo'lganlik bilan bir gap qilib, nima qilib, bu edisi nima deymiz? Nima bo'lsa haqiqiy ahvolni o'tirg'a qo'ysa, demakchi o'zir qilgan bo'lsa, o'ziri nima qiladi albatta. Bu ishniki oqisidami yana ba'zi ishlar bo'lib, navoda kerak. Shunaqa demay qolgan bo'lsa, bu bolalarga bak uvol ketadi. Bekor o'ziniki hayotini turmlarda vaqtini qurbon qilayotganlik bo'lib o'tadi. Bu bolalarni shu ismlarini birdan deymizmi, bu yerda bu nimada xabarlarda ismlari chiqmabdi, lekin amaliyotda shu partiyaniki bir narsani yozgan inkoslardan bolalarniki o'sha ishlari, gaplari ba'zilariga taqchoqchilik, xo'p yaxshi chiqibdi deb bir odam turmaga kirgazsa yaxshi bo'lamdi ekan. Uyg'ur bulanchilik qilib turmaga kirib ketibdi desa yaxshi bo'lamdi ekan u. Ona ishlardan jiroq turaylik. Endi bu hech qanday yerda bir